Albatta havo chiqishini kamaytiradi. Buni qanaqa o'lchashingiz mumkin? Ya'ni qayerdan bilasiz havo sizda chiqayotganini va qinni kengligini? Deylik, mana bu sizning qiningiz va mana shuni barmog'ingiz bilan ichkari kirgizib ko'rasiz. Qo'lingizni ochishga harakat qiling. Qanchalik ochilyapti? Agarda qanchalik katta ochilayotgan bo'lsa, demak sizning qiningizni ichi shunchalik katta bo'lib ketgan bo'ladi. Buni o'lchaganingizdan keyin trenajyor ichkari kirgizgan vaqtimizda biz mashq bajaramiz va bu trenajyor ichkarida yuradi, harakatga keladi. Chunki siz toza osti mushaklaringizni siqqaningizda u tepaga ko'tariladi, keyin yana joyiga tushadi mushaklaringizga. Va natijada u qinni shundoq ichki taraflari bilan birga toraytiradi. Ko'p ayollar tashqi mashqlarni qilishadi, kegel mashqlarini qilyapman, lekin ichida umuman toraymayapti deyshadi. Buni asosiy sabab ichkariga kirgizib trenajyor bilan mashq qilishmaganida. Ichkaridan kenglik kelyaptimi, albatta uni ichiga trenajyor bilan tiqib mashq qilish kerak bo'ladi.